Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, aziz vahodoshlar. Surxondaryo telekanali dasturlarini huquqiy mezon ko'rsatuvi bilan davom ettiramiz. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali soliq imtiyozlari hamda ular kimlarga berilishi haqidagi ma'lumotlarni siz aziz teletomoshabinlarga yetkazishni maqsad qilganmiz. Ayni mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga viloyat adliya boshqarmasining mas'ul xodimlarini taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Dastlabki savol bilan Safar Panjiyevich sizga yuzlansam, bugungi kunda amalda bo'lgan soliq imtiyozlari nimalardan iborat va ular kimlarga beriladi? Shu haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz, marhamat. Soliq to'lash har bir fuqaro uchun konstitutsiyaviy burch hisoblansa, endi bu soliq to'lashda ham, masalan, jismoniy shaxslarga, yuridik shaxslarga, shu bilan birgalikda nodavlat notijorat tashkilotlariga ham soliq imtiyozlari belgilangan. Xususan jismoniy shaxslar uchun soliq imtiyozlarini aytib o'tadigan bo'lsam, Soliq kodeksining 378-moddasida belgilanganidek, birinchidan aynan o'sha vafot etgan xodimning oila a'zolariga yoki oila a'zosi vafot etishi munosabati bilan xodimlarga beriladigan moddiy yordam summalarining aynan mehnatga haq to'lash miqdorining 4/122 qismigacha bo'lgan qismi daromad solig'iga tortilmaydi. Bundan tashqari o'zi yoki farzandlari, bundan tashqari 26 yoshga to'lmagan eri yoki xotini, ya'ni turmush o'rtog'i ta'lim tashkilotlarida o'qiyotgan bo'lsa, o'sha ta'lim jarayoniga, ya'ni ta'lim kontraktiga o'tkazilgan summalar ham daromad solig'iga tortilmaydi. Bundan tashqari davlat tashkilotida ishlayotgan jismoniy shaxslar, ya'ni xodimlar agar xususiy bog'chaga, xususiy nodavlat notijorat tashkilot hisoblangan xususiy bog'chaga yoki xususiy maktablarga ham o'zining farzandlarini ta'lim olish uchun beradigan bo'lsa, aynan 3 million so'mgacha bo'lgan qismi masalan haq to'lansa ta'lim uchun, o'shanda ham daromad solig'iga tortilmaydi. Bundan tashqari aynan paxta yig'im terimi bo'yicha qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilinadigan jismoniy shaxslar ham bu ishlarni bajarganligi uchun, ya'ni paxta yig'im terimidan olgan daromadlari ham daromad solig'iga tortilmaydi. Bundan tashqari aynan ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan jismoniy shaxslarimizga ham, masalan, homiylik tashkilotlari tomonidan beriladigan bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha bo'lgan qismi daromad solig'iga tortilmaydi. Endi Soliq kodeksida aynan mol-mulk solig'i va yer soliqlari mavjud. Endi bu mol-mulk solig'i va yer solig'ida imtiyozlar mavjud. O'zining uni sharti bor. Masalan, mol-mulk solig'ida o'sha jismoniy shaxs pensioner yoki 1-2 guruh nogironi bo'lsa, o'sha nomidagi kadastr hujjatiga qarab, o'sha mol-mulkning masalan 200 kvadrat metr hisoblansa, shuning 60 metr kvadrat qismi, qancha bo'lishidan qat'iy nazar 60 metr kvadrat qismi mol-mulk solig'iga tortilmaydi. Faqatgina uni o'sha tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasining xulosasiga asosan 1-2 guruh nogironlariga nogironlik guvohnomasi beriladi. O'sha guvohnomasini soliq organiga taqdim etish orqali bu imtiyozdan foydalanadi fuqarolar. Endi yer solig'iga ham imtiyozlar mavjud. Aynan 1-2 guruh nogironlariga va aynan ko'rsatilgan imtiyozga ega bo'lgan shaxslarga ham mavjud. Faqat ular o'zlarining nomidagi yerni belgilangan tartibda davlat ro'yxatida o'tkazilgandan keyin o'sha kadastr hujjatiga asosan ularga yer solig'idan ozod qilinadi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Bekzod Alnazarovich, suhbatimizni siz bilan davom ettirsak, yuqorida Safar aka aytib o'tgan ma'lumotlarda nodavlat notijorat tashkilotlari uchun ham soliq imtiyozlari borligi xususida to'xtalib o'tdilar. Xo'sh, ular nimalardan iborat? Shular haqida so'z yuritsangiz. Birinchi navbatda nodavlat notijorat tashkilot nimaligiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, nodavlat notijorat tashkilotlar nodavlat notijorat tashkilotlar to'g'risidagi qonunda belgilangan jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan ixtiyorlik asosida tashkil etilgan, daromad, foyda olishni o'z faoliyatining asosiy maqsadi qilib olgan va olingan foydani, daromadni ishtirokchilar o'rtasida taqsimlamaydigan fuqarolarning o'zini boshqarish organidir. Endi soliq imtiyozlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, va yuqorida aytib o'tdi, Soliq kodeksi 378-moddasida ularga imtiyoz belgilangan. Shulardan biri nodavlat notijorat tashkilotlari o'zining mol-mulkini grant mablag'lari asosida shakllantirish mumkin. Nodavlat notijorat tashkilotlaridan, xalqaro tashkilotlardan yoki chet el tashkilotlaridan yoki xalqaro o'sha fondlardan olgan grant mablag'lari doirasida ular soliq solish obyektidan ozod qilingan. Bundan tashqari, Soliq kodeksining 411-moddasida belgilangan o'sha ko'chmas mulk bo'yicha yuridik shaxslarning mol-mulk solig'i to'lanishi kerak. Agar mavjud ko'chmas mulk nodavlat notijorat tashkilotga tegishli bo'ladigan bo'lsa, nodavlat notijorat tashkilotlar tomonidan ushbu notijorat faoliyatini amalga oshirish doirasida foydalaniladigan obyektlardan, demak, ko'chmas mulk uchun soliq to'lanmaydi. Xuddi shuningdek, 426-moddasida yer solig'i va 442-moddasida suv resurslaridan foydalanganligi uchun faqat nodavlat notijorat tashkilot faoliyatini amalga oshirishda foydalanganligi uchun, demak, u suv resurslaridan va yer solig'i, mol-mulk solig'idan ozod qilingan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 26 avgustdagi 124 sonli farmoni mavjud.
ya'ni fuqarolik jamiyat institutlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni. Bu yerda farmonda aytilyapti, 2024-yil 1-oktyabrdan 2027-yil 1-oktyabrga qadar bo'lgan muddatda Oliy Majlis huzuridagi fuqarolik jamiyat institutlarini qo'llab-quvvatlash fondi bor. Fond mablag'laridan ajratilgan grant mablag'lar doirasida nodavlat notijorat tashkilotlar tomonidan quyidagi soliq imtiyozlari belgilangan. Misol uchun 50% imtiyoz belgilangan ijtimoiy soliq va o'sha daromad solig'i, ya'ni davlat grantlari, ijtimoiy buyurtma loyihalari doirasida to'lanadigan soliq stavkalari 50% kamaytirilyapti. Keyin nodavlat notijorat tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari, fuqarolarning o'zini boshqarish organlari tomonidan mehnatga haq to'lash tarzidagi to'lanadigan ijtimoiy soliqlar ham soliq kodeksida belgilangan 12% bo'ladigan bo'lsa 6% miqdorda to'laydi. 2024-yil 1-oktyabrdan 2027-yil 1-oktyabrgacha bo'lgan muddatda. Rahmat. Soliq imtiyozlari, qo'llab-quvvatlovlari haqida so'z borar ekan, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularni soliq imtiyozlari orqali rivojlantirish, takomillashtirish borasidagi sa'y-harakatlarni ham aytib o'tishimiz joiz hisoblanadi. Shu ma'noda aytganda, Anvar Abdurashidovich, tadbirkorlar uchun qo'llaniladigan soliq imtiyozlari nimalardan iborat? Shular haqida to'xtalib o'tsangiz. Tadbirkorlarga qo'llaniladigan soliqlar bir qancha turlari bor. Ulardan birinchi navbatda sanab o'tsak, foyda solig'i bo'yicha imtiyozlar bor. Qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha imtiyozlar bor, ijtimoiy soliqlar imtiyozlar bor, bojxona imtiyozlari bor, hamda IT sohasida imtiyozlar bor. Endi bevosita foyda solig'i bo'yicha imtiyozlarga to'xtaladigan bo'lsak, ayrim yangi tashkil etilgan korxonalar ma'lum muddatgacha o'sha foyda solig'idan ozod qilinadi. Lekin ayrim hollarda qo'shimcha qiymat solig'ini o'tgan tadbirkorlar 1 yil davomida o'sha qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qilinadi. Ayrim mahsulotlar, xizmatlar, import qilinadigan texnologiya uskunalar qo'shimcha qiymat solig'idan ozod etiladi. Ya'ni eksport qiluvchi tadbirkorlik subyektlariga qo'shimcha qiymat solig'i 0% koeffitsiyentda baholanadi. Mol-mulk yer solig'idan ozod qilish, ya'ni o'sha maxsus sanoat zonalarida joylashgan hududlar ma'lum vaqtgacha mol-mulk va yer solig'idan ozod qilinadi. Endi ijtimoiy soliqlarga bevosita to'xtaladigan bo'lsak, ijtimoiy soliqlarga issiqxona xo'jaliklari daromadining kamida 60%ni issiqxona faoliyatidan topayotgan bo'lsa, uning 2028-yilgacha soliqlardan 1% miqdorida ozod qilinadi. Undan tashqari chiqindilarni qayta ishlash va shug'ullanuvchi korxonalar uchun foyda va ijtimoiy soliq 1% etib belgilangan. Endi bevosita mana IT Park O'zbekiston rezidentlari uchun foyda solig'i, ijtimoiy soliqlar va bojxona to'lovlari bo'yicha alohida yengilliklar yaratib berilgan prezident farmoni bilan ayrim texnologiya uskunalarni olib kirishda o'sha bojxona to'lovlari ozod qilinadi. Xulosa qilib aytgan bo'lsak, o'sha tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida o'sha ayrim texnologiyalar, uskunalar olib kirish maqsadida o'sha bojxona to'lovlaridan ham ozod qilingan. Bir so'z bilan aytganda, bularning barchasi tadbirkorlarni faoliyatlarini takomillashtirish, rivojlantirishdan iborat hisoblanadi. Shu o'rinda tadbirkorlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida belgilangan chora-tadbirlarga ham to'xtalib o'tishimiz muhim hisoblanadi. Muzaffar To'rayevich, bugungi kunda tadbirkorlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida qonunchiligimizda belgilangan tartib, taomillar nimalardan iborat? Shular haqida aytib o'tsangiz. Bugun biz tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan muhim qonun normalaridan biri Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 241-10-moddasida ko'rsatilgan normani o'rganib chiqamiz. Mazkur moddaga ko'ra davlat organlari yoki mansabdor shaxslar tadbirkorlardan qonunchilikda nazarda tutilmagan hujjatlarni talab qilishga haqli emas. Ya'ni tadbirkordan ortiqcha hisobotlar, ro'yxatda bo'lmagan statistika yoki moliyaviy ma'lumotlar, qonunda ko'rsatilmagan boshqa hujjatlarni, hattoki bank hisob varaqasini ochishda ham ortiqcha hujjatlarni talab qilinishi qonunchilikka zid hisoblanadi. Shuningdek, hisobotlarni belgilanmagan muddat va tartibga zid ravishda talab qilish hamda ushbu modda bilan javobgarlikka tortilishga sabab bo'ladi. Bunday holatlarda o'sha mansabdor shaxslarga hamda davlat xizmatchilariga bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravaridan 60 baravarigacha bo'lgan miqdorda jarima solishiga sababchi bo'ladi. Ushbu huquqbuzarlik 1 yil davomida takror sodir etiladigan bo'lsa, ya'ni o'sha davlat xizmatchilari, mansabdor shaxslar tomonidan tadbirkorlik faoliyatidan o'sha ortiqcha hujjatlarni talab qiladigan bo'lsa, 1 yil davomida takror huquqbuzarlik sodir etadigan bo'lsa, bunday holatda bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravaridan 60 baravarigacha miqdorida jarima solishga sababchi bo'ladi. Demak, bu norma tadbirkorlik faoliyatida ortiqcha aralashuvlarni oldini olish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish, tadbirkorlarning qonuniy manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Hurmatli tadbirkorlar, agar sizdan qonunchilikda belgilanmagan hujjat talab qilinsa, o'z huquqlarini biling va qonuniy tartibda murojaat eting. Qo'shimcha ma'lumot sifatida tadbirkorlik subyektlarini nazorat qiluvchi organlar tomonidan tekshirish tartibi bor. Prezident farmoni 2022-10-sentyabrda 374-sonli prezident farmoni bor. Farmonda belgilangan o'sha tadbirkorlik subyektlari nazorat qiluvchi organlar tomonidan
o'sha tekshirilayotgan vaqtda tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakilni xabardor qilgan holda tekshirish kerak. Agar xabar qilmaslik yoki tekshiruvlar tartibini belgilangan tartibda buzish ma'muriy javobgarlikka keltirib chiqaradi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 242 moddasida javobgarlik belgilangan. Ushbu normalar tadbirkorlik subyektlariga noqonuniy aralashish, ular faoliyatini nazorat qiluvchi organlar tomonidan noqonuniy tekshiruvlarni oldini olishga xizmat qiladi. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Soliq imtiyozlari haqida so'z borar ekan, soliq imtiyozlari bu jismoniy va yuridik shaxslarni, shuningdek tadbirkorlarni moddiy tomondan qo'llab-quvvatlash sifatida ham baholashimiz mumkin. Bu tejalgan mablag'larni faoliyatini kengaytirish, takomillashtirish yoki boshqa jismoniy shaxslar haqida aytadigan bo'lsak, kundalik ehtiyojlari uchun foydalanishi mumkin. Shu ma'noda mazkur ishlar ahamiyatli hisoblanadi. Bugungi ko'rsatuvimizda ishtirokingiz, yuqorida berilib o'tilgan savollarga javoblaringiz, ma'lumotlaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Qadrli teletomoshabinlar, shu bilan biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.